bu dunyoda yaxshilikka hech narsa yetmaydi. Yomonlik, ma'siyat, odamlarga ozor berish, odamlarni ranjitish, xafa qilish, g'iybat, buxton, hasad va bularning barchasi insonga hech qachon foyda keltirmaydi, balki zarardir. Bir kun Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam oldilaridan bir tobut olib o'tildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mustarihun mustarahun dedilar. Shunda sahobalar, ey Allohning rasuli, mustarihun mustarahun deganingiz nima? Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Qol al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah wal abdul fajir yastarihu minhu al-ibadu wal biladu wash-shajaru wad-dawabu." Rawahu al-Bukhari. Agar shu olib o'tilgan tobut egasi mu'min inson bo'lsa, yaxshi inson bo'lsa, dunyoning mashaqqatidan, uning aziyatidan Allohning rahmatiga rohatlanish uchun ketyapti dedilar. Agar shu tobut egasi buzuq inson bo'ladigan bo'lsa, undan odamlar ham, shahar ham va hayvonot ham, hatto daraxt ham uning yomonligidan xalos bo'ladi deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar. Qarang, Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning oldilaridan o'tayotgan tobutning ichida bo'lgan insonning qanday holatini vasflab berdilar. Agar o'sha odam mu'min bo'ladigan bo'lsa, fazilatli inson bo'ladigan bo'lsa, yaxshi inson bo'ladigan bo'lsa, u rohatlanishiga boryapti. Ammo agar u inson noqobil inson bo'ladigan bo'lsa, buzg'unchi bo'ladigan bo'lsa, yomon bo'ladigan bo'lsa, undan odamlar ham va hamda shahar ham va daraxt ham, hattoki hayvonot ham, jonzot ham undan xalos bo'lishligini Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam vaslab o'tdilar.